أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 25. Sura Furqan Mekke'de nazil bo'lgan 77 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bütün cahan əhlini Allah'ın azabından agahlandırğıcı bo'lishi uchun bandisiga, yani Muhammed aleyhisselamga haq bilan batilni ayırğıcı Qur'onni nazil qilgan Allah'ın berkiti büyüktür. Osmonlarning ve ziminning padişahlığı Allah'a xasdır. Allah'ın balısı yoktur. Padişahlıkta şerikimi yoktur. Allah hamma narsani yarattı, ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgiledi. Mushriklar Allah'ni qo'yib, hech narsani yaratolmaydigan va o'zlari yaratilgan ilahlar, ya'ni butlarga ibodat qildi. Ular yana butlar o'zlaridan biror ziyonni dab qilolmaydi. O'zlariga biror foydani keltirolmaydi. Başqalarning jinini elishga, başqalarga hayotlik beg'ishlashga yoki o'liklarni tirildirishga qodir bo'lolmaydi. Kafirlar bu yana Qur'on faqat o'zi to'qigan yolg'ondir. Uni to'qishga bir qavm, ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Ular payg'ambar alayhissalomga bo'xton chaplash bilan uningga zulm qildi va yolg'onni chapladi. Ular aytdi: bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni o yozdirib olgan. Hifzi qilinishi uchun onunğa etdigan oqshomda o'qib berilyapti. Aytqinki, uni osmonlardagi va zimindagi sirni bilib turadigan Alloh nazil qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. Mushriklar Muhammad alayhissalomni masxar qilib aytdi: bozorlarda biz tamoq yegandek tamoq yeydigan, biz mangandek mengib yuradigan bu qandoq payg'ambar? Uning bilan billa ogohlantiruvchi bo'lish uchun Allah onunğa nimishqa bir farishta avatmidi? Ya onunğa bir xazina berilmidi? Ya onunğa meyvelerini yeydigan bir bog' berilmidi? Zalimlar, yani kafirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga ergishyapsizlar dedi. Mushriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular ozdi, to'g'ri yo'l topolmaydi. Allohning barkati buyukdirki, agar u xolisa, sana ularning itqonlaridan yaxshi ostidan o'stanglar eqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz do'zaxni tayyorladik. Do'zax ularni yiroqdan ko'rgan chaqda, ular do'zaxning g'azabdan qaynagan va eshakdek ang'irgan ovozni anglaydi. Ular zanjir bilan bog'langan holda do'zaxning tarixiga tashlangan chaqda, bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Ularga bugun sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar deyiladi. Ularga aytqinki, shu do'zax yaxshimi yoki taqvodorlarga va'da qilingan, kirgan kishi mangu qoladigan jannat yaxshimi? Jannat taqvodorlarga berilgan mukofotdir va ularning oxiri boradigan joydir. Ular jannat xohlagan ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jannatda mangu qoladi. Bu Parvardigoringdan ishga oshirish tilinadigan va'dadir. Shu kunda Allah ularga qo'shib, ular Allohni qo'yib cho'qingan narsalarni yig'adi. Ondan Allah ularga: "Mening bu bandilarimni sizlar ozdirdinglarmi yoki to'g'ri yo'ldan ular o'zlari ozdimi?" deydi. Ibodat qiling'uvchilar aytadi: "Ey Alloh, sen poktursan, seni qo'yib boshqalarni do'st tutish, ya'ni sendan boshqaga cho'qinish bizga loyiq emas. Lekin sen ularni va ularning ota-bovlarini shu qadar ne'matga cho'mdirdingki, ular seni yod etishni unutdi. Ular halok bo'lg'uchi qavm bo'ldi. Shubhisizki, ibodat qiling'uvchilar sizlarning ularni ma'bud degan so'zinglarni inkor qildi. Ey kuffarlar, sizlar o'zinglardan azobni dafi qilishga va bu balodan o'zinglarni qutuldirishga yordam berishga qodir bo'lolmaysizlar. Sizlardan kimki Allohga sherik keltirish bilan o'ziga zulm qiladi ekan, uningga biz oxiratda qattiq azobni tetitimiz. Biz sendan ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasini albatta tamoq yeydi. Bozorlarda mengib yuratdi. Ba'zinglar bilan sinadik. Sabr qilamsizlar? Yana sabr qilinglar. Parvardigoring sabr qiluvchilar bilan sabr qilmag'uvchilarni ko'rib turg'uchidir. Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nimishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nimishqa Parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhisizki, ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'lim haddidan oshdi. Ular, ya'ni mushriklar,
o'zlarining jinini elish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Farishtalar ularga sizlarga jannat haromdir deydi. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bartaraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib o'tamiz. Ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi. Shu kunda osmon bulut bilan birlikda yeriladi. Farishtalar bandalarning nomi amalini elib, orqama-orqa tushadi. Padişahlık bu kunda merhametlik Allah'a xosdir. Bu gün kafirlarga qiyindir. Shu kuni zolim, ya'ni kafir ikki qo'lini tishlab, ist payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsamchi, ist palonini do'st tutmagan bo'lsamchi, Qur'on menga yetgandan keyin u yana paloni meni Qur'ondan shak shubhisizki ozdirdi deydi. Shayton insonni ozdirib bo'lib tashlab etadi. Payg'ambar aytdi: "Ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi. Shuningdek yana sana qavmingning mushriklardan dushmanlarni qilgandek, har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Parvardigoring yo'l ko'rsatuvchi va yordamchi bo'lishga sana yetarlikdir." Kafirlar Qur'on nimishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga bir qitimdala nozil qilinmadi dedi. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni ayrim-ayrim nozil qildik. Ular yana mushriklar qandoq bir savolni tashlasin, uningga qarta biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni nozil qildik. Ular jahannamga yuzlari bilan so'riladi. Ularning joyi eng yomon, yo'li eng ozg'undir. Shubhisizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik hamda uning qarindishi Harunni uningga yordamchi qildik. Ularga bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga beringlar dedik. O qavm kufrda ching turganlikdan ularni dahshatli turda halok qildik. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chaqda ularni g'arq qildik hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Zolimlarga oxiratda qattiq azob tayyorladik. Ad qavmini, Samud qavmini, Ras aholisini va ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Har bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Vaz nasihat unum bermaganlikdan har bir qavmni halok qildik. Ular haqiqatan Shamga berib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirilgan shahardan o'tdi. Acaba ular uni ko'rib ibrat olmamdi? Yo'q, ya'ni ibrat olmaydi. Ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. Ular seni ko'rsa faqat masxara qilib elib, Alloh payg'ambar qilib avatgan mushuma, agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarımızdan ozdirib atkili tasqalatdi dedi. Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chaqda biladi. Aytib baqsangchi, nafs xohishini iloh qilib olgan odamga nafs xohishiga ergishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan? Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan? Ular tushunmaslikda faqat chorpoylarga o'xshashdir. Belki ulardanmı beter gumrohdir. Parvardigoringning soyini qandoq so'zganligini ko'rmadingmi? Agar xolisa uni albatta muqim qiladi. Ondan quyoshni soyiga dalil qildik. Ya'ni kunning chiqqanligini soyining borligiga dalil qildik. Ondan uni asta-asta yo'qotdik. Alloh sizlarga kechini libos, uyquni badaninglar uchun rohat qildi. Kunduzni tirikchilik uchun zaminda yeyildigan vaqt qildi. Allah rahmetini, ya'ni yomg'irini yog'dirish oldida shamolni xushxabar qilib avatdi. Yomg'ir bilan o'lik zaminni tirildirish va biz yaratgan hayvonlarni, nurg'un insonlarni suv bilan ta'minlash uchun bulutdan pok suvni tushirib berdik. Ularni vaz nasihat olsin deb yomg'irni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni goh u yerga, goh bu yerga yog'dirdik. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. Agar xohlasak, albatta har shaharga bir ogohlantiruvchi, yana payg'ambar avatatdik. Shuning uchun kofirlarga itoat qilmagan. Qur'on orqali ularga qarshi paketlarni o'tirg'i qo'yib, barliq kuching bilan kurash qilgan. Alloh qudrati bilan biri tatliq bo'lgan, biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishang'u bo'lgan holda qo'yibdi. Orlashib ketmasligi uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi. Allah insonni obi ma'nidan yaratdi.
Uni balalar nisbat beriladigan er va qudubajlik paydo qiladigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Parvardigoring hammaga qodirdir. Ular yana mushriklar Allohni qo'yib ularga foydami yetkazolmaydigan, ziyonmi yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Kafir Parvardigoriga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. Seni faqat jannat bilan xushxabar berguvchi do'zaxdan ogohlantiruvchi qilib avatdik. Aytqinki, men Allohning amrini tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Faqat mening tilaydiganim shuki, mening dinimga egishish bilan Parvardigori tarafga yo'l elishni xohlaydiganlar yo'l olsin. Hamma ishingda o'lmaydigan mangu hayot Allohga yo'langin. Onunga hamda etish bilan Allohni pok deb e'tiqod qilgan. O bandalarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah nayet merhametlikdir. Bunu yani Allah'ın büyüklüğünü biladigan adamdan so'rag'in, sana Allah'ın sifatlarini aytib beradi. Ularga yani müşriklarga, Rahmanga yani merhametlik Allah'a secde qilinglar deyilsa, ular Rahman degan nima? Sen bizni buyurgan narsaga secde qilamdiq deydi. Bu so'z ularni imondan texmi yiroqlashtiradi. Osmonda burishlarni, yenib turgan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barkati buyukdir. Allah özünün qudretini eslemakçı bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashib turadigan qilib berdi. Marhamatlik Allohning yaxshi ko'radigan bandalari zaminda o'zlarini tuvan tutib, tamkinlik bilan mangadi. Nadallar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ular kechalarni Parvardigoriga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ular ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar aytadi. Parvardigorimiz bizdan jahannam azobini dafi qilgan. Jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilmaydi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Ular ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi. O'ttir hal xarajat qiladi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ltirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hassalab azob qilinadi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi cheg'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtiradi. Allah to'limi mag'firat qiluvchidir va marhamat qiluvchidir. Kimki gunohlarga tavba qiladi ekan va amalini tuzaydi ekan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ular ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda olijanoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Parvardigoringning oyatlari bilan vaz-nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Yani onu berilip ixlos bilan anglaydi. Ular, ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatman farzand ato qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvosi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilikqa da'vat qiluvchi qilgan deydi. Ana shular sabrlik bo'lganligi uchun jannat bilan mukofotlanadi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo ve salam bilan qarshi aylanadi. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxirat sizlar qutulanmaydigan azobga duchor bo'lasizlar.